shifokor ham aytdi. Har 2 kunda shifokorga olib borish kerak ekan. Qanaqadir darslari bor ekan. Balki Anorani jam uyiga tashlab ketaymi? Voy. Nimaga tashlab ketasan? O'zim qariyman, o'rgan-diyu menga. Maryam bilan yaxshi chiqishyotdi. Unaqa dema, xafa bo'laman. Xavotir olma. Sekin-sekin menga ko'nikdi. Kayfiyati ham yaxshi. Menga qarab, balki psixologga olib borarman. Shu kelgan doktor ham psixolog, nevropatolog ekan. Yo qara, agar psixologga ham, logopedga ham, suzishga ham, raqsga ham olib borsam, sekin-sekin o'sha o'zini qobig'idan chiqadi-ku, gapirishni boshlaydi. O'zimga qo'yib ber. Hammasini reja qilib o'zim olib borib olib kelaman. Xo'p degan. Sen safardan qaytguningcha balki gapirib qolar. Qiziqsiz. 3 yilda gapirmagan, 3 kunda gapiradimi? Endi hammasi Xudodan. Qiz bola bo'lganiga odam xavotir oladi. Mayli. Men choyga qaray. Sen ham tezroq tush. Choy tayyorlab qo'ydim. Xo'p.